Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tosh. Bugun sizlar bilan bugungi videomizda Buldrop saytidan qanaqa qilib Buldrop saytiga kirib, qanaqa qilib akkaunt ochib va qanaqa qilib pul kirgizib, o'sha pulni foyda bilan chiqarib olishni o'rgataman. Videomizni ko'rishdan oldin like bosib qo'yishni unutmanglar. Video ham foydali, ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Chunki ko'pchilik bilmaydi. Bilganlar bo'lsa ham ish bo'la olmaydi, ko'rib qo'ysanglar, bilmaganlar foydali bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasa qani videomizga xullas mana Google ga kirib Buldrop deb yozib olasizlar yoki iPhone da bo'lsanglar Safari ga kirib Buldrop deb yozib olasizlar. Shunaqa qilib birinchida mana shu Buldropga o'zini sayti chiqib keladi va pastdagilarga kirmanglar. Pastdagilar o'ziniki emas bo'lishi mumkin. Xullas bu mashinaga kiramiz mana. Kirganingizdan keyin hammada mana ko'rib turganinglardek mana shu ekran chiqib keladi. Mana shu ekranda Vayt va akkaunt turadi. Mana shu oqda akkauntga kirib olish kerak. Google akkauntinglarni kirgizib olishingiz kerak birinchi bo'lib. Keys ochib yoki to'lov qilib keys ochishingiz uchun. Mana shunga kiramiz. Mana bunga kirishda har xil usulda любой akkauntinglarni kirgizsanglar bo'ladi. Steam akkaunt, Telegram o'zingizga qo'ying. Men Google kirgizaman. Google'dan любой bitta akkauntlarimizni tanlab olamiz. Bilasizlarga skryuti bo'ladi. Xullas mana kirib akkaunt ochib bo'lganingizdan keyin isminglarni qo'yasizlar. IDlarni kirgizasizlar. Bu yangi IDlar mana shu ekran chiqib keladi. Ko'rib turganingizdek. Bu yoqdan ko'rib turganingizdek eng pastda mana chap tomon bitta obnovit bera olasizlar. Obnovit bera olganingizdan keyin mana ko'rib turganingizdek pastda eng chapda keys deb turibdi. Pastda. Shuni bosasizlar. Mana shu ekran chiqib keladi mana obnovlение bo'lib. Mana chiqib keldi. Mana SO 2 o'yinda turibdi. Har xil o'yinlarga kirishingiz mumkin. Biz hozir SO 2, ya'ni Standoff 2 uchun qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek shuncha keyslar bor. Любой o'yin ochsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu keys 99 Buldrop coin ekan. Bemalol kirib balansinglarni to'ldirib ochishingiz mumkin. Agar balansni qanaqa to'ldiraman desanglar, hozir uni ham ko'rsataman. Balans qanaqa to'ldirishi. Bu uchun bundan chiqamiz. Chiqqanimizda mana eng tepada ko'rsanglar, o'ng tomonda hozir mana butun keyslardan eng tepaga chiqsanglar mana tepada Buldrop coinlar turadi. Qancha? O'shandagi mana shu. Shunda mana plyusni bosasizlar. Pul qo'shish uchun, pul kirgizish uchun, shu pullarni Buldrop coin uchun mana ham Visa, ham Mastercard, ham Humo, ham Uzcard любойni tanlaysizlar va men birinchiligini tanlayman 1,5 ming so'mlik. Shunda 1,5 ming so'mga eng minimal summasi 1500 so'm. Unga esa mana 995 Buldrop coin beradi. Hozir men sizlarga qanaqa qilib o'yinga kirish, pul kirishni o'rgataman va 10 ming so'm kirgizamiz. Mana hozir 10 ming so'mga bizga 66 kod beradi va sizlarga qo'shimchaga podarka berish uchun mana pastga promo kod yozsanglar bo'ladi. Mana shu qilib Sigma deb promo kod yozsanglar, sizlarga 20% chegirma beradi. U meni promo kodim emas, shunchaki sizlarga hadya. Ya'ni пополнить balans bosasizlar va mana shu joyga o'zingizlarning kartanglarni yozasizlar. Xullas mana men kirgizib bo'ldim, to'lov qilib bo'ldim, 10 ming so'm o'yin kirgizdim va mana menga umumiy hisobda 82 Buldrop coin berdi. Va buni hozir sizlar bilan keys ochib ishlatishni ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek 82.56. Sizlar bilan eng oson keys va eng sizlarga ham minsk ham kam kirasizlar va plyusga kirsanglar ham katta kiradigan keys. Mana shu keys tavsiya qilaman. Mana shuni bosasizlar va tepada mana ko'rib turganingizdek 3 ta risk turibdi. Eng niski riskga qo'yib mana ochib ko'ramiz 78 Buldropga 2 ta. Qani ketdi? Goldli 3 ta 78 ga ochdik va biz 22 zarardamiz. 22 bu coin. Mayli yana ochamiz, yana bittalik qilib ochamiz 39 ga. Qani nima tushar ekan, oqlayotganmi bunisi? Yo'q, yana oqlamadi. Xo'p, yana bitta ochib ko'ramiz. Pulimiz yetadi oxirgisiga. Qani ko'ramiz nima tushar ekan.
Oy, yaxshi 135 goldga Aker Hunt kirdi. Aker 12 Hunt tushdi va bizda mana umumiy hisobda 138 gold. Kelin mana shuni oldin boshqa kes ochmaymiz. Mana shuni qanaqa qilib standofga chiqarishni o'rgataman. Buning uchun mana yana plyus bosasizlar. Пополнить tonligi mana biz hamki pul kirgizgan bo'lsak, chiqarish mana вывести turadi, o'shani bosasizlar chiqarish uchun. Va mana ko'rib turganingdek, birinchisiga mana chiqarmoqchi bo'lgan summalarni yozasizlar, goldlarni. Men iloji boricha tekis son bo'lishi kerak. Mana 135 tekis kirgizdim. Men игровой ID'larga o'zingizlarning o'yindagi ID'larni yozasizlar, kirgizasizlar. Va pastga o'zingizlarning o'yindagi avatarkalarni mana mana shu anaqa faylni kirgizib qo'yishingiz kerak. O'yinning avatarkasida turishi kerak emas, faqat o'zingizlarga alohida avatarka olgan bo'lishingiz kerak. Mana bu yerda mana mana shu skinni mana shuncha goldga qo'yish, 168 goldga qo'yishgan deb yozib qo'yapti. Biz buni kopировать qilib olamiz va bu dropdan sekin chiqib ketamiz va o'yinimizga kirib olamiz. O'yin kirib olib davom etamiz. Xullas, mana o'yin kirdik. Menda bu skin o'zi bor, inventarimda. Men mana shuni qo'yaman. Mana shu USP Ghost skinni olasizlar. Aytilgan summaga qo'yasizlar. 162.82. Mana shunga qo'yasizlar. Bo'ldi. Создать bosasizlar va mana bitta только мои запросingni bosib, patternni eslab qolasizlar. 514 mani patternim. Undan o'yindan chiqib ketasizlar. Va qaytib yana buldropga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, укажите pattern turibdi. Pattern 514 yozamiz. 514 midi o'zi? Ha, 514 ekan. 514 yozamiz mana. Bo'ldi, hammasi joyida. Avatarkalarimni qo'ydim. O'yindagi avatarkam bilan bir xil bo'lishi kerak, qo'ydim va вывести zolotani bosamiz. Bo'ldi, mana bu o'yinga kiritildi. Mana yechib olinadi avtomatik o'yinga sizlar tashlab beriladi. Mana bitta pastda вывод выполнен turadi. Mana hozir mana jarayonda turibdi. Undan oldin chiqarganlarim ham turibdi. Mana 431 va 131 gol chiqarganman. Hop, qaytamiz yana. Mana ko'rib turganingizdek qaytsanglar reynikka kiramizda. Мои запросиga bosib kutib turamiz. Uzog'i 15 minutda tushadi yoki 10 minutda. Tushgandan keyin ham sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lganini. Mana goldimiz tushdi. Mana ko'rishingiz mumkin 136 gold. O'zimda gold hisoblaganda o'zi xullas 135 gold tushdi mana. Xullas mana men istoriyani bossanglar mana bull drop sotib olgan o'zi 135 goldga mana shu skinimiz aniq tushadi. To'g'ri qilsanglar men aytganimdek. Endi 136 goldga biza bitta Deagle olsak bo'ladi. Chiroyligidan. Mana 84 goldga ekan. Biz buni zaprosga 81 ga qo'yib qo'yamiz va sotib olishadi bizaga. Xullas, mana hamma chiqarishni ham, kirgizishni ham hammasini o'rgatdim. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz, pachka bosib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Keyingi videolarimizni ham kutib qolamiz sizni. Bo'pti, bo'lmasa xayr, sizlar bilan Zh Tosh.